voy gripp bo'lib qoldim, voy tomog'im og'riyapti, doimiy ravishda immunitetim tushib ketyapti deb yuradigan insonlarga to'xtab turing, menda bitta tavsiya bor. Meni o'zimni boshimdan o'tkazgan. Pandemiya davrida xuddi shu narsa orqali immunitetimni ham baquvvat qilib oldim, ham o'sha pandemiya asoratlaridan batamom chiqib ketdim. Oddiygina, achchiqqina bir stakan qatiqni olamiz, yog'sizroq. Bunga qaynagan suvni qaynab turgan joydan bir stakan miqdorida qo'shamiz, kattaroq idishga solib. Va bu vijillab tepaga chiqqan paytda sirrazi qoshiq bilan aralashtirib o'tirgan holatda ho'plab issiqdan iliqroq holatda, kuymaydigan holatda ichamiz. Bu muolajani bir kunda 3 marta ovqatdan yarim soat oldin qilamiz. Xuddi mana shu narsa menga juda katta yordam bergan. Agar siz shunday immunitetingiz past bo'lsa, yo'tal qiynayotgan bo'lsa, doimiy ravishda gripp bo'lib qolayotgan bo'lsangiz, xuddi mana shu muolajani takrorlang, siz o'sha kasallikdan oldinroq chiqib ketasiz. Darrov ximikatlarga yugura qolmaysiz. Azizlarim, agar sizda ham shunday gripp holatlari, immunitet pastligi qiynayotgan bo'lsa, mutaxassislarimiz sizlar bilan bog'lanishga tayyor. Videodagi telefon raqamlariga telefon qiling, albatta biz siz bilan bog'lanamiz. Agar bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, doimiy ravishda gripp bo'ladigan, immuniteti tushib ketadigan yaqinlaringizga bu videomizni jo'natib qo'ying.